Qarang, bu ot go'shti. Nimaga bu ot go'shtini ko'rsatyapti o'ylasangiz? 5 barmoq qaynayapti. Ot go'shti ba'da pishyapti. Ba'da oshi. Farg'ona shaharda birinchi bo'lib 5 barmoq bizga yetib keldi. Ertalab soat 10 dan kechki paytki soat 11:00 gacha bitta 5 barmoq osh hammasi bo'ladi. Komsomolskiy ko'cha 19-maktab ko'chasini ko'pchilik biladi. Farg'ona shaharliklar endi 5 barmoq toshkentlik poverlarimiz, o'zimizning Farg'onadan pover yo'q. Hamma pover Toshkentdan ofitsiantlar shu 5 barmoq qilgani olib kelingan. Otni o'zlari olib kelib so'yishi 5 barmoq tayyorlashadi. Qaranglar. Bu tomon 19-maktab ko'chasi Komsomolskiy, bu tomon So'riblar qachib ketish Teranova maktab ko'pchilik biladi. Shuni ro'parasi, ya'ni Ko'ksaroy tomondan kelishda burilganimizda Komsomolskiy ko'chada katta zal ochildi. Bu yerda osh 5 barmoq degan oshxona ochildi. Dashi bu qarang, taxtalargacha olib kelib qo'yildi. 5 barmoq mana shu taxtalardaysiz. Maza qilib, oilaviy kelib, dashi dastavkaga ham olib ketsalar ham bo'laveradi. Ichkarida katta zali, общий bitta zali bor. Kelib o'tirsalar, konditsioner, hamma sharoiti bor. Bemalol oilaviy kelib 5 barmoq osh yeb ketsa bo'laveradi. Hech bo'lmasa mazasini tatgan bo'lsa ham keling. Farg'ona shaharida 5 barmoq qiladigan bunaqa katta joy yo'q. Like bosib, video tarqatib, ekran telefon nomerlari turib, telefon qilib 5 barmoq bormi yo'qmi so'rab kelaverasizlar.